Dünya Uyghur Qurultayı heyeti Birleşken Devletler Teşkilatı'nın baş ştabiga joylashgan Jenevadagi bir haftalik faoliyatini oxirlashtirdi. Bu haqda bayonot e'lon qilgan Dünya Uyghur Qurultayı raisi Dolqin Aysa, bu heyetning o'tgan bir haftada 30 dak davlatning vakillari bilan ko'rishib, Uyg'urlarning vaziyati haqida ma'lumot berganligini bildirdi. Dolqin Aysa oldimizdagi hafta Birleşken Devletler Teşkilatı 43. navbatlik kishilik huquq yig'ini chaqirdiganligini 23 fevraldan boshlab Birleşken Devletler Teşkilatı binosi oldida cho'ng bir Uyg'ur chidiri qurib, har qaysi davlat vakillari Jenevaga yig'ilgan fursatdan foydalanib Uyg'ur davosini tunishtirishni planlayotganligini aytdi. U muhojiratdagi xalqimizni moddiy va ma'naviy jihatdan yordam berishga chaqirdi. U yana Wuhan virusining millionlagan kishi yig'ib olish lagerlariga qamalgan vatanimizda paydo qilingan yoshirin xavfni dunyoga anglitishning muhimligini ta'kidladi. Dünya Uyghur Qurultayı rahbarlari oldingi kuni Istanbulda chaqirgan axborot e'lon qilish yig'inida koronavirusining Sharqi Turkistonda Xitoy jazo lagerlariga qamalgan Uyg'urlarga cho'ng bir xavf olib keladiganligini bildirdi. Yig'inda so'z qilgan Dünya Uyghur Qurultayı bosh kotibi Erkin Ahmad, Xitoy koronavirusining yig'ib olish lagerlaridagi millionlagan Uyg'ur uchun cho'ng bir tahdid ekanligini aytdi. Erkin Ahmad kollektiv faoliyatlar to'xtatildi. Maktablar o'qishdan to'xtadi. Her yer karantina qilinib qamal qilinmoqda. Lekin yig'ib olish lagerlarida minglagan Uyg'ur bir yerda yashaydi. Bu sababli zo'r bir yo'qomlanish xavfi bor dedi. Yana bir tarafdan yaqinda Norvegiya Uyg'ur komiteti Uyg'ur adliyat tarixining mudiri Baxtiyor Ömer boshchiligidagi bir Uyg'ur hay'ati Norvegiya Tashqi ishlar ministerligining Osiyo ishlariga mas'ul amaldori bilan uchrashib, Xitoyda o'tirg'i chiqqan tojisimon virusining yig'ib olish lagerlaridagi Uyg'urlarga yo'qishining oldini olish haqidagi taklif va tavsiyalarini o'tirg'i qo'ydi. Norvegiya doiralarining bu haqda muzokara olib berayotganligi bildirildi. Xitoyda tez suratda tarqalgan koronavirusining 1700 dan ortiq sahiya xodimiga ta'sir qilganligi va hozirgacha 6 sahiya xodimining o'lganligi bildirildi. Xitoy e'lon qilgan eng yangi sonliq ma'lumotga asoslanganda virusda o'lganlar soni 1523 ga, yuqumlanganlar soni 66492 ga yetgan. Virus yuqumining tarqalishi ig'ir bo'lgan rayonlarda xalqning uydan chiqish cheklangan bo'lib, faqat jiddiy turmush lozimatliklarini setib olish uchunla sirtqa chiqishga ruxsat qilingan. Shuning bilan birga Xitoyda 200 millionga yaqin o'quvchining tor orqali Iroqdan o'qishga tayyorlik qilayotganligi bildirildi. Yana bir tarafdan Amerika doiralari Xitoyning Wuhan virusining ta'siri haqidagi sonliq ma'lumotlarda texmo ochiq bo'lishi kerakligini aytdi. Germaniya prezidenti Steinmeier bu yillik Myunxen xavfsizlik yig'inining ochilish nutqida Amerika, Xitoy va Rossiyaning o'zini markaz qilish siyosatini tanqid qilib, ko'p taraflamalikning muhimligini ta'kidladi. U Xitoy haqida to'xtalganda Uyg'urlarning keng ko'lamda qamab qo'yilganligi haqidagi xabarlarni tilga oldi va Xitoyning oz sonliqlarga qaratgan harakatlari hammamizni bearam qilmoqda dedi. Germaniya prezidenti Steinmeier 56-navbatlik Myunxen xavfsizlik yig'inining ochilish nutqida Xitoy haqida to'xtalganda, garchi davlat kuchining ishiga ergishib, Xitoyning xalqaro tashkilotlarda muhim rol o'ynayotganligini aytgan bo'lsa-mu, lekin Xitoyning faqat o'z manfaatiga zid bo'lmagan ahvolda xalqaro qonunlarni tanlab turib qabul qiladiganligini ta'kidladi. U Xitoyning Janubiy dengizdagi harakatlarining rayondagi qo'shni davlatlarni bearam qilayotganligini aytdi. Steinmeier yana Uyg'urlarning keng ko'lamda qamab qo'yilishiga doir xabarlarni tilga oldi va Xitoyning oz sonliq millatlarga qaratgan harakatlari hammalarni bearam qilmoqda dedi. Amerikaning bir yuqori darajalik amaldori Afg'onistonda Amerika bilan Talibanning urush to'xtatish kelishimi tuzganligini e'lon qildi. Juma kuni e'lon qilingan bayonotda Pat yaqinda ijro qilinadigan bu kelishim bilan Amerikaning Afg'onistondan askar chekindirganligi bildirildi.